Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizda sizlar bilan mass obyekt haqida o'rganamiz. Mass obyektini biz matematikaga aloqador misollarni ishlash uchun ishlatamiz. Kelinglar, uni qanaqa metodlari hamda propertilari bor. Birinchi bo'lib bitta let x teng 10 yoki shart emas. Birinchi bo'lib console log mass nuqta mass nuqta rounddan boshlaymiz yoki randomdan. Mass random bizga nomidan ma'lum randomni, ya'ni aralash raqamlarni chiqarib beradi. 0.5 mana shunaqa chiqarib beradi. Endi mass nuqta random bor. Round. Bu yaxlitlab beradi. Qaranglar. 5.4 5 qilib berdi. 5.6 ni 6 qilib beradi. Sababi bu o'sha 5.5 qilsa 6, ya'ni 5.4 dan yog'ini oshirib yuboradi. 5.4 dan buyog'ini tushirib yuboradi. Ya'ni misol uchun 4 deydigan bo'lsak, pasaytirib qo'yadi. Ya'ni yaxlitlash uchun mass roundni ishlatamiz. Console log mass pow, ya'ni ikkidan 3-darajasi deydigan bo'lsak 8 chiqarib beradi. Ya'ni 2 ni kubini 8 chiqarib beradi. Ya'ni x ni y dagi darajasini olish uchun mass pow ishlatamiz. Xo'p, endi console log mass floor. Xo'p, mana hozir bu 10 chiqib turibdi. Endi 10 da 3 10, 10 da 9 10. Ya'ni ming butun son bo'lsa, mass roundda misol uchun 5.10 dan 4 qiladigan bo'lsa, 10 da 4 yog'ini yaxlitlab yuboradi. Ya'ni shift qilib qo'yadi. Bu yoqda esa 1000 10 da 9 mi farqi yo'q. Qanaqa bo'lsa ham baribir shu 10 gacha qoldiradi. Ya'ni 10 gacha butunlab qo'yadi. Endi ya'ni yaxlitlab qo'yadi deganim. Endi console log mass nuqta scale bor. Mass scale. Xo'p, mass scale. Bunda 10.2 ni 11 qilib beradi. Bu mass floorni teskarisi 1 bo'lsa ham bu oshirib qo'yadi. Ya'ni butun sonni ko'rdim, bittaga oshirib qo'yadi. Demak, buni ko'rdik. Yana qanaqa mass p degan propertisi bor. Bu p ni qiymatini olib beradi. 3 yog'i ketgan. Xo'p, endi mass round. Bularni o'zingizlar o'rganib chiqsanglar bo'ladi. Ancha metodlari bor hamda propertilari bor. Hammasini o'rganib chiqsanglar bo'ladi. Odatda eng asosiy ishlatiladi mana shu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasi shu eng asosiylari. Bugungi darsda mass obyekt haqida o'rgandik. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.